Assalomu alaykum aziz o'quvchilarimiz. Bugungi darsimiz xitoy tilini endi boshlamoqchi bo'lganlar yoki endi o'rganishni boshlaganlar yoki ma'lum bazasi bor bo'lgan o'quvchilar uchun bo'ladi. Shunaqa odamlar bo'ladi, xitoy tilini ancha-muncha o'rganib qo'ygan, lekin gapirolmayapti, gap tuzolmayapti, so'z yodlaydi, kitobdagi ko'p mazmunni o'rganadi, darajasi ancha-muncha yaxshilanib qolgan. Lekin o'zi gapirolmayapti yoki o'rgangan xitoy tilisini tartib bilan qo'llashni bilmayapti yoki esdan chiqib ketyapti. A, Yana ba'zi bir odamlar bo'lishi mumkin, xitoy tilini o'rganishni endi boshlagan. Bu darsimiz mana shu insonlar uchun muhim dars bo'ladi, Xudo xohlasa. Endigina xitoy tilini o'rganishni boshlagan bo'lsangiz ham, ilk darslardayoq gapiring. Boshdanoq gapirib o'rganing. Xitoy tilida eng muhim narsa nima? Fonetika, so'zlarni yodlash yoki iyerogliflarni yodlash, grammatikani joy-joyiga qo'yib gapirish, hammasini birlashtiring. Ko'pchilik qanaqa ketadi? Fundamentni mustahkam qo'ymaydi. Dardi fikr faqat HSK kitoblarni tugatish, o'qib ketaveradi, lekin u narsani o'ziga singdirmaydi. Boshidanoq hammasini barobar olib ketishga harakat qiling. Sizni kitobdagi darajangiz bilan o'zingizni haqiqiy xitoy tili darajangiz bir xil bo'lsin. Masalan, HSK 2misiz? Shu darajada gapiring, shu darajada eshitib tushuna oling, shu darajada muloqot qiling. HSK 3misiz? HSK 3 daraja xitoyliklar bilan ishlash ham mumkin. Chunki kundalik muloqotlarga yetadi HSK 3. Qanaqadir bir ofisda ishlasa yoki oddiy ishda ishlaydigan bo'lsa, xitoylik bilan doimiy jiddiy muloqotda bo'lmasa ham gaplashib ishini bitirib ketaversa bo'ladi HSK 3 bilan. HSK 4 bilan bemalol ishlasa bo'ladi. HSK 5 bilan ham. Xullas aytmoqchimanki, agar darajangiz yaxshi bo'lsa, u HSK pastroq bo'lsa ham, o'shani yaxshi egallagan, yaxshi o'zlashtirgan bo'lsangiz, bemalol xitoylar bilan gaplashib ketaverasiz. Faqat boshidan boshlab o'zingizni bazingiz bilan kitobda o'rganib ketayotgan narsalaringiz baravar qilishga harakat qiling, ya'ni kitobdagi narsalarni o'zingizga singdirishga harakat qiling. Hozirgi bu materialimiz boshlang'ich darajalarga mo'ljallangan programmamizdan olingan. Bizada boshlang'ich darajada kelgan insonlar uchun 24 ta darsga mo'ljallangan programma ishlab chiqarilgan. Bu programmadan o'tgan inson xitoyliklar bilan kundalik muloqotlarni qura oladi. Hamma mavzular bor ichida. Eng dastlabki bo'lishi mumkin bo'lgan muloqotlardan boshlab, masalan, Xitoyda yurganda qanaqa muloqotlar bo'lishi mumkin? Narsa sotib olish, ovqatlanish yoki bankka borib pul almashtirish, kasal bo'lib qolsa kasalxonaga borish, yoki talabalarning hayoti, masalan, sushidagi holatlar, ya'ni yotoqxonadagi holatlar yoki universitetdagi holatlar, boshxonadagi holatlar yoki firmadagi holatlar, mana shunaqa mavzularda bemalol nutq qila oladi, gaplasha oladi, muloqot qilib keta oladi xitoyliklar bilan. Endi boshdan qanaqa o'rganish kerak? Ilk darslardayoq gapirishni o'rganing, ilk darslardayoq gapiring. Keyingi surib qo'ymang. Sizdan nima deydi? Har tomonlama ertaga talab etiladi. Faqat iyeroglif yozib ber yoki HSK sertifikatingni ko'rsat demaydi hech kim. O'shaning uchun boshdan boshlab o'rganishni boshlang. Masalan, qarang, hozir sizga misol qilib ko'rsatib beraman qanaqa o'rganish kerakligini. Bu Hanyajochning darsligi, bizani boshlang'ich darajalar uchun darsligimiz hisoblanadi. Bu birinchi dars, qarang, nimalar bor mana. Niho dotda birinchi darsda so'zlarni ko'ramiz buni. 7 ta so'z bor ekan, yana mana bitta 11 ta kalitlar ham bor. Ni, sen, ho, yaxshi, niho, salom, i 1, u 5, pa 8, ta katta, bu inkor so'z, qov og'iz kaliti, bay oq yoki oq kaliti, ni ayol, ma ot. Mana shu birinchi dars so'zlar. Iyerogliflar bilan yodlanadi, mana bitta o'qilishlari bilan o'rganiladi, keyin gapirish boshlanadi. Endi ikkinchi darsni ham qo'shamiz. Mana hamma mashqlarni bajaring kitobni. Hammasi o'ta muhim. Qaranglar, hammasini o'qilishlarini ko'rsatib beryapti. Buni audiolari bor. Eshitib, takrorlab, orqasidan ishlash kerak. Mana hamma mashqlarni bajarish kerak. Mana bitta iyerogliflarni qanaqa yozishni ham ko'rsatib beryapti. Xullas, mana ikkinchi darsimiz. Hay, bu tayna. Xitoy tili unchalik qiyin emas. Qarang, mana ikkinchi darsdan уже gapirish boshlanyapti. Mana bizda so'zlarimiz man, band bo'lmoq, ma gaplarning oxirida keladi-da, mana shu oddiy daraja gap, so'roq gapga aylantiradi. Mi deb tarjima qilinadi.
Han juda, hanyi Xitoy tili, nan qiyin, tay o'ta, baba. Ada, dada, mama, oyi, ta, u erkak kishiga nisbatan, ta, u ayollarga nisbatan, nan erkak, g, aka, didi, uka, meme, singil. Ko'rdingiz so'zlarni. Ana endi qarang qancha so'z baza bo'ldi. Endi Naryon bilan qo'shganda bir 20 tacha so'z bo'ldi. Ana endi 20 ta so'zingiz bilan gaplashing. Nimalarni gaplashishingiz mumkin 20 ta so'zingiz bilan? 你好，你好，你忙吗？我很忙，你忙吗？我不太忙，你忙吗？我不忙。韩语难吗？韩语难，韩语很难，韩语不难，韩语不太难。Ko'rasizmi? 你大吗？我不大。你弟弟大吗？我弟弟不大。韩语难吗？韩语不难。爸爸好吗？妈妈好吗？他好吗？他很好。Ko'rasizmi? Shuncha so'zlar bilan bemalol gaplashsa bo'ladi. Endi masala nimada? So'zlarni ishlata olmaslikda, so'zlarni ma'nosini tushunmaslikda yoki gap tuzolmaslikda. Ana endi hozir biza gap tuzishni o'rganamiz. Hozirgi so'zlarimizdan qo'shib-qo'shib, bir-biriga qo'shib-qo'shib gap tuzamiz, gapiramiz. Ham tasdiq formada gapira olamiz hozir, ham inkor formada, ham so'roq formada. Xitoy tili faqat so'z yodlashdan iborat emasdi. Yodlab qo'yaverasiz, lekin gapira olmaysiz. Grammatikasi ham bor. Mana hozir grammatikasini ko'ramiz. Shu mana 20 ta so'z bo'ldi ikkita darsda. O'sha so'zlarni bir-biriga qo'shib-qo'shib gapirishni o'rganamiz hozir. Birinchi bo'lib hozir ta, ni degan so'zlarni o'rgandik. Ta, u degan ekan, ni sen degan ekan, san degan ekan. Birinchi bo'lib shunaqa so'zlarni qo'yamiz. Kim nima so'rog'iga javob berayotgan so'zlarni qo'yamiz. Keyin bizaga qanaqadir agar ravishli bo'lsa ravish bo'lmasa sразу kesim. Endi hozir bu yerda sifat kesimli. Hozir biz birorta fe'l bilmaymiz-ku. Fe'l chiqmadi-ku ikkita darsda. Faqat sifatlar chiqyapti. Na, ha degan sifatlar, ta degan sifatlar chiqyapti. Endi bizda hozir fe'l bo'lmagani uchun boshi sifat kesimli gaplardan boshlanyapti. Bemalol gap tuza olasizlar sifatlar bilan. Sifat kesimli gap bo'ladi. Tahin ha. Taho degan narsa yo'q. O'zi shi degan narsa bor edi bizda. Shi bu 3-4 darsda ham chiqadi bu shi. Bo'lmoq degani edi. 我是老师，他是学生。Men ustozman, u o'quvchi, u talabaman, 学生 o'quvchi. Ta deyapmiz mana ta shi, 学生. Lekin sifat kesimli gaplarda shini qo'shib bo'lmaydi-da. Lekin ta ho ham gapirib bo'lmaydi. Shu yerda oddiy hinni qo'shib ketish kerak. Hani nan yo'q unaqa narsa. Hani hinda, ta hinda, ta hin ho, ta ha wo ho mumkin emas. Wo hin ho, ta hin ho deb hinni qo'shib yuboramiz orasiga. Kesimlik shakliga kirib ketadi-da bu. Sifat kesim. Bu yerda ho, nan, ta kesim vazifasini bajaryapti. Tahin ho, u juda yaxshi. Demak, ega, undan keyin bizaga sifat kesimlik shaklida to'liq gap tuzishda yordam beradigan hin, undan keyin kesim mana. Orada ravish, mana bu hin deganimiz ravish, kerakda shu ravish qo'shib yuborish. O'zi hin juda degani-ku. Bir o'ta deb turib shu yerda urg'u bermayotgan bo'lsangiz ham hinni qo'shib gapiring. Shakllarni teng qolish uchun bizaga hin kerak. Tahin ho, hanyi hinda, tahinda. Ko'rasizlar, mana oddiy gap tuzdik. Endi qanaqa qilib inkorni yasaymiz? Mana bu hinlarni olib tashlaymiz deb bu deganlarni qo'shib chiqamiz. Hozir buni ko'rdik-ku, inkor so'z deb ketdik. Emas, yo'q. Inkor so'z o'sha bu. Endi mana bu hinlarni olib tashlaymiz deb bu qo'yib chiqamiz. Ta bu ha, wa bu ma, han yi bu na. Keyin mana shu bu bor-ku, mana bu yerda kelayotgan so'zga qarab tonini o'zgartiradi. Yo 4-tonda bo'ladi, yo 2-tonda bo'ladi. Mana hozir 2, 3-tonda so'zlar kelgani uchun o'zi 4-tonda turibdi. 4-tondagi so'z kelsa agar budan kelgan, buni o'zi 2ga o'tib ketadi, o'zgaradi. Hozir mana bir o'rgandik-ku, uni ham tonlari o'zgaradi. Tonlarning o'zgarishi bor-da, shunaqa. Talaffuzga oson bo'lish uchun tonlar bir-biriga moslashib o'zgarib ketadi. Endi xuddi mana shu gapni olamizda oxiriga ma'ni qo'shib qo'yamiz.
So'rma gap bo'ladi. Mi degani. Gap tuzilishi o'zgarmaydi. Xuddi shu narsa, faqat oxiriga ma'ni qo'shib qo'yamiz. Mana, niho, salom deyotgandiga, nihoma, yaxshimisan? 我很好, yaxshiman. 你是老师吗? Shi bo'lmoq degani, 老师 ustoz. Yangi so'zlamani sizlarga. Siz ustozmisiz? Siz o'qituvchimisiz? Shi, 我是老师. Shi bilan savol berilsa, agar ha bo'lsa shi, yo'q bo'lsa bu shi bilan javob qaytaramiz. Bu shi, 我不是老师. Masalan, ni, boya ni degani ko'rdik-ku birinchi darsda. Didi, uka deganini ham ko'rdik. Tama, ukang kattami? Ta bu da, u katta emas. Kichkina degani shao deganidek. Taxin shao, u juda kichkina. Yoki hanyi nanma, Xitoy tili qiyinmi? Hanyi bu nan, Xitoy tili qiyin emas. Hanyi bu taynan, Xitoy tili unchalik qiyin emas. Mana hozir shu yerda yozib ko'ramiz shu gapni. Har xil gapni tuzib tashlayveramiz mana. Hozirgi so'zlarimiz qo'shib ni deganini ko'rdikmi birinchi darsda? Ko'rdik. Mangni ko'rdikmi? Ko'rdik. Ni mangma? Mana. Bandmisan? Qanaqa javob qaytaramiz? Wo bu ma bandmasman. Wo hin man. Juda bandman yoki mana bu wo men degani. Lug'at tiliga yozib qo'yilib buni. Wo uchinchi to'nda. Men degani. Yoki oddiy qilib hin man qo'ya qolsa ham bo'ladi. Yoki bu tay man unchalik bandmasman desa ham bo'ladi. Mana. Har xil javob. Band emasman, men juda bandman, bandmasman, unchalik bandmasman. Yana bitta mana bu yerga o'ni qo'shib ham bo'ladi. Wo bu tay man. Man mana. Unchalik band emasman. Yoki Xitoy tili qiyinmi deb ko'ramiz. Hay nanma? Xitoy tili qiyinmi? Javob qaytaramiz. Hay bu tay nan. Xitoy tili unchalik qiyin emas yoki Xitoy tili qiyin deymiz. Hay hin nan yoki juda qiyin deb qo'yamiz. Hin nan. Yana nima qilyapti? Qiyin emas deymiz. Hay bu nan. Gapirish kerak. So'zlarni joyiga qo'yib, talaffuzdan ham to'g'rilab gapiraverish kerak. Mana ikkita dars o'rgandingizmi? Boring Xitoy bilan gaplashing. Ni hao ma? 我很好. Ni hao, ni hao. 你爸爸妈妈好吗？他们很好。汉语难吗？汉语不太难。你忙吗？我很忙. Ko'rasizmi? Dastlabki muloqotlar. Shunaqa qilib so'zlarni o'rganasizda dars davom etadi. 3, 4, 5 ketadi-da. So'zlarni o'rganasiz va mana shunaqa qilib qo'shib gapirib ketaverasiz. Misol uchun mana ikkita darsda qarang qancha gap gapiryapsiz. Gapirish kerak. Qachonga qoldiryapsiz gapirishni? HSK 5 da ham gapira olmay yuribdi. Shu ana gapiraman deb. Hozirdan boshlab gapirish kerak. Hozir mana bo'ldi, kirishdingizmi? Hieroglifini yodlang. Fonetikani to'g'rilang, ya'ni talaffuz qilishlarni to'g'rilang. Ohanglarni to'g'rilash degani fonetika deganga ohanglar, bilingni talaffuz kiradi. Gapiring mana, grammatikalarni joy-joyiga qo'ying, so'zlarni yodlang. Yodlab boring. Birorta so'zni bekorga yodlamang. Maqsadli yodlang. Gapiryapsizmi? Menga mana bu so'z yetmayapti. Tashqaridan o'sha yetmayotgan so'zni qo'shib yodlab qo'ying. Yoki o'z yodlayotgan so'zlarni albatta qo'shib yodlang. So'zlar bekor qolmasin. Bekor qoldi, esdan chiqadi. Ishlatmadingiz, esdan chiqadi. Qo'llash kerak hammasini. Mana shunaqa o'rganing Xitoy tilini. O'shanda to'g'ri bo'ladi. Bir xil o'quvchilar bor, darajasi kitobda HSK 5, o'zini haqiqiy bilimi HSK 2 gapira olmaydi ham. Eshitsa tushunmaydi. Bir xil o'quvchilar bor, o'zi hali hech qancha ham o'rganmagan, lekin xitoyliklar bilan ishlab yuribdi. Xitoylik bilan ishlab, eplab, unga foyda keltirib, masalan, pulini olib yuribdi. Ular endi gapiryapti. Gapirish kerak-da. Siz ham boshidan boshlab to'g'ri o'rganing. Hierogliflarni yodlang, fonetikadan to'g'rilang va so'zlarni, grammatikalarni o'rganib gapiring. Gapirib, nutqingizni kengaytirib boravering. Bu bizada boshlang'ich darajalar uchun Xitoy tili programmasini 2-darsi edi.
Shunchaki sizlarga namuna ko'rsatib bermoqchi edim. Boshidan boshlab qanaqa o'rganish kerak yoki kimdirlar mana o'rganayotgan natija bo'lmayapti. Bugungi man sizga dars o'tishimdan maqsad gapiring deyish edi. Ya'ni qancha o'rgangan saringiz hamma o'rganayotganlaringizni o'zingizga yaxshi singdirib, kuchli mustahkam baza olib, gapirib nutqingizni kengaytirib ketavering. Mana shunaqa o'rgansangiz, ozgina o'rgansangiz ham gaplashib ishingizni bitirib ketaverasiz. O'rgangan saringiz nutqingiz kengayib yoki faoliyat davomida ham nutqingiz kengayib, cho'zib yurmaysiz, shunday ishingizni boshlab ketaverasiz. Qisqa vaqtda ham o'rgansa bo'ladi. Endi zo'r emas, albatta. U erkin muloqot uchun yillar kerak. Lekin hech bo'lmasa xitoylik bilan gaplashib, muloqot qilib, ishingizni bitirib ishlab keta olasiz. Bugungi darsimiz shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xitoy tilini yaxshi o'rganishda davom eting. Salomat bo'ling.